Qo'shni Qirg'iziston Respublikasining O'sh tibbiyot kolleji direktori boshchiligidagi nufuzli delegatsiyaning Baliqchi tumanidagi Abu Ali bin Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumiga tashrifi ikki davlat o'rtasidagi ta'lim va tibbiyot sohasidagi hamkorlikni yanada mustahkamlashga xizmat qilgan muhim voqealardan biri bo'ldi. Tashrif davomida mehmonlar ta'lim muassasasida yaratilgan zamonaviy shart-sharoitlar, mustahkam moddiy texnik baza, jihozlangan o'quv xonalari va amaliy mashg'ulotlar jarayonlari bilan yaqindan tanishdilar. Ayniqsa, sun'iy intellektga asoslangan ta'lim tizimi, o'quvchilarni kasbga yo'naltirish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlarning samaradorligi, dual ta'lim shakli orqali nazariya va amaliyot uyg'unligi mehmonlarda katta qiziqish uyg'otdi. Biz bugün Qırgız Respublikasının Oş şahrındağı Oş Meditsinалық колледжинен bugün biz uşu Balıkçı şahrındağı Abu Ali bin Sino atındağı техникумга konuk болып келдик. Bizim gelgen birinci maksatımız bu tajribe almaşуу, ekинчиден ушул эл аралык достукту бекемдөө, ошондой эле азыркы заманбап окуу технологиялар менен азыртан таанышуу жана ошондой эле биз дагы академиялык мобилдүүлүк деген түшүнүк бар. Ошо академик мобилдүүлүк максатыны ошо планда иш-чаралар боюнча келдик. Анан биз бүгүн келип бул жерде окуу жайдын жамааты менен таанышып отурабыз, окуу жайдын студенттери менен таанышып отурабыз. Негизинен эле биринчи ошо киргендеги көзгө урунар нерсе бул окуу жай эң сонун типтүү салынган, жогорку багы материалдык техникалык базасы камсыз болгон окуу жай экенин көрүп атабыз. Өзгөчө бул жерде басым кылынган нерсе азыркы учурда заманбап инновациялык методикаларга абдан басым жасалат экен. Бул деген сөз азыркы окуп жаткан студенттер эң жогорку деңгээлде билим алат. Биз билебиз бардыгыбыз, эң адамзат үчүн эң керектүү бул ден соолук. Ден соолукту алдын алуу үчүн, ооруларга кам көрүш үчүн, бейтаптарга кам көрүш үчүн бул биздин келечекте медиктерге эң жакшы жогорку деңгээлде билим берүү керек. Анан ошондой эле азыр биз ушул майрамга аралашып келип калдык. Ушул жалпы өзбек калкын, ушул бардык ушул жерде жашаган, эмгектенген элдерди Нооруз байрамы менен куттуктаймын. Ар дайым мамлекетиңер жаркырап, жайнап, өнүгүп өссүн. Астыңа койгон максатыңарга тезинен жеткиле. Бардыгыңыздарга жаркын жашоо, тынчтык өмүр каалаймын. Чын ден соолук калып, ооматтуу, дөөлөттүү доор каалаймын бардыгыңыздарга. Тынччылыкта, аманчылыкта дайыма ушундай биргеликте бири-бирибиз менен карым-катнаш түзүп жашап жүрө берели. Бардыгыңыздарга рахмат жана бардыгыңыздарга чоң ийгиликтер каалаймын. Shuningdek, mehmonlar tomonidan ish hujjatlarining tizimli yuritilishi, o'quvchilarning fan va qiziqishlar bo'yicha to'garaklar faoliyati, xorijiy tillarni o'qitishga berilayotgan e'tibor ham yuqori baholandi. O'zaro muloqotlar davomida tomonlar fikr-mulohazalar almashib, ilg'or tajribalar bilan o'rtoqlashdilar. Ayniqsa tibbiyot sohasidagi hamkorlik istiqbollari alohida e'tibor markazida bo'ldi. Kadrlar tayyorlashda o'zaro tajriba almashish, talabalar va o'qituvchilarning malaka oshirish dasturlarini yo'lga qo'yish, zamonaviy tibbiy texnologiyalarni joriy etish hamda aholi salomatligini mustahkamlashga qaratilgan qo'shma loyihalarni amalga oshirish bo'yicha muhim tashabbuslar ilgari surildi. Bu esa ikki davlat o'rtasida sog'liqni saqlash tizimi rivojiga xizmat qiladigan samarali hamkorlikning yangi bosqichini boshlab berishi shubhasiz. Бүгін біз Ош медициналық колледжінен Балықчы медициналық техникумына делегация болып келдік. Бұға шейін бізге февраль айында Балықчы медтехникумынан оқытушылар бардыле. Анан ушунда бизди приглашать этишкен бул жакка келгиле деп. Анан бүгүн келип калдык. Бүгүн келип бизди өтө жакшы тосуп алышты. Меймандос экен. Сонун келгенден бери бизде өтө сонун впечатлениялар болуп атат. Бул нерсе азыркы заманда жакшы өнүгүп атат. Академическая мобильность деп бир гана өзүбүздүн республикада эмес, кошуна мамлекеттер менен дагы сотрудничать эткиле, опыт алмашкыла деп ошол максатта бүгүн биз 8 адам келип отурабыз. Келгенден бери ушул медтехникумдун окуу базалары менен, окуу иш пландары менен тааныштык. Биз бүгүн жөн эле келип калбастан Нооруз майрамына дагы чогуу келип калыппыз. Сүмөлөк кантип кайнатылат, олорду көрүп атабыз. Сыртта майрам болуп атат. Вот аш боюнча азыр неме болот экен, олимпиада типа ошону көрөбүз.
и конкурс бар экен кыздар арасында, ошону көрөбүз. И ушундай бири-бирибиз менен катнаштык мындан ары дагы уланат деп ойлоймун. Бүгүн биз администрация составынан окутуучулар келдик. Кийинки жолу Кудай бурса биздин студенттерди дагы алып келебиз. Студенттер дагы бири-бири менен таанышып, ошол окууда болгон тажрыйбасы менен алмашып кылса, бул мен ойлойм келечекте медицинада жакшы ийгиликтерге жетишет деп. Tashrif davomida delegatsiya vakillari texnikumda tashkil etilgan Navruz bayrami tadbirlarida ham faol ishtirok etdilar. Milliy qadriyatlarimizni o'zida mujassam etgan ushbu bayram mehmonlarda unutilmas taassurotlar qoldirdi. Navruz munosabati bilan o'tkazilgan bellashuvlar, jumladan qizlar o'rtasidagi tanlovlar va osh chempionatida ular hakamlik qilib tadbirlarga o'z hissalarini qo'shdilar. Ibn Sina nomidagi meditsinskiy texnikumga bizni taklif qilib, chaqirib, undan oldin biz tomonga Qirg'izistonga O'sh viloyatiga, O'sh shahariga, O'sh meditsinalik kollejiga delegatsiya bo'lib kelgan. Endi biz bu yoqqa keldik. Akademik mobilность bo'yicha keldik. Shu kasblarni qanday o'rgatadi, o'zimizga maraka oshirish maqsadida keldik. Hozir mana Navruz bayramiga tush kelib qolibmiz. Qizlar zvanz qilib bizga Telegram kanal bilan taklif qilishdi. Hozir mana osh saylga, sumalak saylga, pazandachilikka, qizlarni, bolalarni har tomonlama konkurslarga qatnashib, chevarchilikni ko'rib chiqdik. Hamma kasbdan qanday o'rganishyapti. Ekskursiya qatori hozir bitta prepodavatelimiz dars o'tyapti anatomiya soatdan bo'yicha. Shunga juda ham xursandmiz. Soatlar katta, ishonamizki shu do'stligimiz yana bor ko'payib, kuchayib, bundan buyoqqa bir-birimiz bilan qatnashib yuramiz deb o'ylayman. Sumalak sayli, milliy liboslar namoyishi, bahoriy ne'matlarga boy dasturxonlar orqali o'zbek xalqining mehmondo'stligi, boy an'analari va madaniy merosi yana bir bor namoyon etildi. Mehmonlar bu samimiy muhit va yuksak saviyada tashkil etilgan tadbirlardan chuqur mamnuniyat bilan qaytdilar. Aynan Baliqchi tuman tibbiyot texnikumida o'zgacha bir muhitni ko'ryapmiz va albatta bugun ushbu maskanga qo'shni Qirg'iziston Respublikasi O'sh shahridan aynan tibbiyot kollejidan mehmonlar ham tashrif buyurgan. Albatta, o'tgan oyda bizni Baliqchi Abdul ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumidan direktorimiz boshchiligida bir guruh pedagog xodimlarimiz Qirg'iziston Respublikasining O'sh shahrini meditsina kollejiga tashrif buyurib, ular bilan hamkorlik shartnomalarini imzolagandik va o'sha tashrif davomida biz ularni texnikumimizga taklif etgandik. Mana bugun bahorning eng go'zal bayramlari, Navruz bayramlari arafasida bizning texnikumimizga ular tashrif buyurishdi. Ularning tashriflari davomida biz milliy an'analarimizdan bo'lgan sumalaklar, o'quvchilarimiz ishtirokida osh chempionatlari, bundan tashqari qizlarimiz o'rtasida balli qizlar ko'rik tanlovlari hamda an'anamizga kirib borgan Navruz bayramlarini ko'tarinki ruhda nishonlayapmiz. Bundan tashqari hozir Qirg'izistondan tashrif buyurgan bir guruh delegatsiyamiz bilan birgalikda kelajakdagi istiqbolli rejalarimizni ham ushbu texnikumda amalga oshirib bir-birimiz bilan tajriba almashmoqdamiz. Ko'rib biz ham guvohi bo'ldik. Aynan mehmonlar bu yerda mehmon sifatida emas, balki hakamlar hay'ati sifatida ham bu yerdagi ana shu tanlovlarda shartlarni bevosita o'zlari baholab ham bormoqda. Albatta, yuqorida aytib o'tgandek, osh chempionati, balli qizlar ko'rik tanlovlari, qizlarimiz tomonidan tayyorlangan turli xil salatlar, qo'l mehnatlariga aynan
Qirg'iziston Respublikasidan tashrif buyurgan delegatsiyamiz baho berib bormoqda. Aha. Umuman olganda mana shunday uchrashuvlar, o'zaro hamkorlik aloqalari nima beradi? Eng avvalo o'quvchilarimizga ham, pedagog xodimlarimizga ham katta tajriba almashish imkoniyatini beradi. Bundan tashqari, hozirgi kunda ularda dual ta'lim tizimi mavjud emas ekan. Aynan bizdagi dual ta'lim tizimini ham xuddi o'sha Qirg'iziston Respublikasi O'sh meditsina kollejida tashkil qilishni ular o'ziga reja qilib olishdi. Aynan bu yerdagi ta'lim jarayonlari bilan tanishishdi, bevosita yaratilgan sharoitlarni ko'rishdi. Ularda taassurotlari qanday mehmonlar? Ularda taassurotlari juda katta bo'ldi. Hozirgi kunda biz yana ularga qo'shimcha 1+1, ya'ni o'quvchilarimiz 1 yil u yerda tahsil olishadi. Keyingi yilga biz ularning o'quvchilari 1 yil bizda tahsil olishni ham kelgusidagi rejalarimizga qo'shib qo'ydik. Bu ham kelajakda aynan mana shu o'rta bo'g'in tibbiyot xodimlarini yaxshi mutaxassis bo'lib yetishishida dasturul amal bo'ladi. Albatta, ayniqsa hozirgi kunda xalqaro hamkorlik shartnomalari kasbiy ta'lim agentligi o'tganimizdan keyin juda ham keng qamrovda olib borilayotganligi uchun biz O'sh meditsina kolleji bundan tashqari 2026-yilga rejalashtirib turibmiz. Koreya Respublikasiga ham borib, hamkorlik aloqalarini keng yo'lga qo'ymoqchimiz. Bu tadbirda yana ham ajoyib jihat shunda bo'ldiki, qizlarimiz tomonidan milliy liboslar ko'rgazmasi tashkil qilindi. Bu ularda juda ham katta taassurot qoldirdi. Hozirgi kunda bu milliy liboslarimiz zamonaviylik bilan uyg'unlashgan holdaligi yana ham ularda katta taassurot qoldirdi hamda biz ushbu liboslarimizni ham ularga sovg'a sifatida taqdim etdik. Mazkur tashrif nafaqat ta'lim muassasalari o'rtasidagi aloqalarni mustahkamladi, balki qardosh xalqlar o'rtasidagi do'stlik va hamjihatlik rishtalarini yanada mustahkamlashga xizmat qildi.